Sog'lom inson, sog'lom millat shiori mamlakatimizdagi sport sevarlarni katta maqsadlarga yo'naltiruvchi bosh g'oyalardan biriga aylandi. Ushbu fikrimizni mazkur shior ostida o'tkazilayotgan bir qator sport musobaqalari ham tasdiqlaydi. Muxbirimiz Behzod Jo'raboyev mavzuni Farg'ona viloyati misolida davom ettiradi. Marg'ilon shahridagi 2-sonli sport maktabida Oyama Kyokushinkai-kan karate sport turi bo'yicha O'zbekiston Kubogi musobaqasi o'tkazildi. Unda mamlakatimizning barcha viloyatlaridan mahoratli yakkakurash ustalari ishtirok etishdi. E'tiborlisi, musobaqada respublika va xalqaro bellashuvlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan sportchilarning qatnashgani yosh karatechilar uchun mahorat maktabi vazifasini o'tadi. 2 kun davom etgan musobaqada g'oliblarni aniqlab olish oson kechmadi. Viloyat chempionligini qo'lga kiritib, respublika bahslarida ham yuqori natijalarni qayd etishni maqsad qilgan o'g'il-qizlar bor kuch imkoniyatlarini ishga solishdi. Ayniqsa Farg'ona, Namangan viloyatlari hamda poytaxtimiz Toshkent shahri vakillarining faol harakatlari muxlis va mutaxassislarning e'tiborini tortdi. Natijalarga ko'ra Shukrona Ahmadjon va Zubayr Zulfiqorov, Ismoiljon Qambarov, Samandar Abdumannopov va boshqalar g'oliblar qatoridan joy olishdi. Shuningdek, umumjamoa hisobida Ayibjon To'lqinov boshchiligidagi Farg'ona viloyati jamoasi Shohsupaning yuqori pog'onasidan joy oldi. Namangan 2-o'rinni zabt etgan bo'lsa, Toshkent shahri vakillari kuchli uchlikka yakun yasab berishdi. G'oliblarga diplom, medallar va esdalik sovg'alari topshirildi. Endi milliy terma jamoa safidan joy olgan sportchilar Yaponiya davlati mezbonlik qiladigan jahon chempionatida qatnashib, yurtimiz sharafini himoya qilishadi.